alaykum. Xudo xolasa mana navbatdagi hostaga bitimizga yetib keldik. Yo, qo'lning fasadlari, ichkarilari, qo'lni mana shu gipikani mahsulotimizdan qilib berganmiz. Ko'pchilik buni nimaligini tushunmayapti ekan. Bu ko'pchiligimiz travertin deb o'ylayapti. Buni travertinga solishtirib bo'lmaydi. Bularimiz garantiyalari 10 yildan 15 yilgacha. Keyin bular mramorniy kroshkadan bo'ladi. Bu gipki kamen mahsulotimiz bo'ladi mana shu. Sticker hole sartasi. Keyin bu gipki kamellarning rangi faqat mana shunaqa oq-qorami deydiganlar uchun rangida fasoni cheksiz. Qanaqangi rangdan xohlasanglar yo fasonidan xohlasanglar shundan chiqarib beraveramiz. Hozir bu yoqda qoraga oq fason bo'lgan. Mana bu chaqmoq fason bo'lgan. Oqqa ham xuddi shunaqa ham qilib bera olamiz. Yo'qdan bo'lmasa. Nima afzallik taraflari bor o'zi? Yopishtirsak bizga nimasi foyda deganlar uchun o'z devoringizda trashinalar, yoriqlar paydo bo'lgan payt mashinamiz mahsulotimiz ma'lum bir miqdorda o'zi cho'ziluvchan bo'ladi. Bu toshdek bo'lib qolsa ham, lekin cho'ziluvchan mahsulot bo'lgani uchun devoringizdagi yoriqlarni ko'rsatmasdan bildirmay turadi bu mahsulotimiz. Issiq sovuqqa bardoshli bo'ladi. Yuvib bemalol ishlatsalar ham bo'ladi.